Assalomu alaykum. Bu o'zbek tilida gapiradigan kundalik. Bugun 29-mart va men buni hozir mamlakatga ishlagani, piyoda yurganda buni videoga suratga olyapman. Hozir yakshanba va yakshanbada men mamlakatda kechki soat 9dan ertaga 30-martda ertalab soat 8gacha 11 soat ishlayman. Odatda soat 9da piyoda yurganda, uydan chiq piyoda yurganda odatda soat 9da uydan chiqaman, lekin bu yakshanbada soat 9da ish boshlayman. Shuning uchun soat 8da uydan chiqib, hozir piyoda yuryapman. Bugun juda ko'p dam oldim. Ertalab soat 9:30da turib, McDonald's degan oshxonada McMuffin set degan bu Amerika milliy taomini sotib olib yedim. Men u yerga McDonald's oshxonasiga ketmagani u yerda uyimga xodimi taom berdi. Uyimning oldida taom berib, men buni olib yedim. Buni yegandan keyin oz-moz o'yin qilib, YouTube'da videoni ko'rib kechki soat 4da men Xitoyda qiladigan Clash Royale o'yin kontestini ko'p ko'rdim. Bu hozirgacha qilyapti. Bu CRCC degan Xitoy kontesti soat 4da boshlab, hozir soat 8:30da bu hozir ham qilyapman. Men buni telefonda ko'rib piyoda yuryapman mamlakatga. Men o'ylaganda bu kechki soat 10gacha qilishini o'ylayman. Hali ko'p bor bu kontesti. Bu juda yaxshi, bu juda qiziqarli. Men Xitoylar bu Clash Royale o'yinda Xitoychilar ozgina kuchsiz deb o'yladim. Chunki ular CRL degan juda katta kontesti bor Clash Royale'da. CRL World Final degan juda katta kontesti bor. Bu Clash Royale'da eng katta va eng yaxshi kontest. Bu yerda har yil bitta yoki ikkita Xitoy o'yinchilari keladi bu kontestda, CRL World Finalda. Lekin ular har kuni ozgina kuchsiz ko'rindi. Ular hammasi shuning uchun va kuchsiz ozgina qiziqarli tekni foydalanib qiladigan o'yinchilar bor edi. Hamma Xitoy o'yinchilar. Shuning uchun men ozgina kuchsiz deb o'yladim, lekin bugun va kecha bu CRCC martchi finalda ko'rgan bu Xitoy o'yinchilari juda qiziqarli edi. Juda kuchli ko'rinadi. Ozgina kuchli va boshqa o'yinchilar bilan bir xil deb ko'rinadi.
ular ko'rindi. Hozir ham bu qilyapti. Men buni videoga suratga olgandan keyin yana bir marta piyoda yurib telefonda ko'rmoqchiman bu kontestni. Men hozir bir haftada mini marketda ishlagandan keyin yana bir marta firmada ishlagani men uydan mini marketga va mini marketdan uyga qaytganda piyoda yurmaganman. Men avtobusda va metroda ketdim. Shuning uchun hozir 7-chi kun piyoda yurmasdan hozir bugun yana bir marta parhez qilgani piyoda yuryapman. Ozgina yomon. Men hozir to'g'ri yo'lni piyoda yurishni bilmayman. To'g'ri deb o'ylayman. Hozir 25 minut piyoda yuryapman. 20 minut ko'proq yurishim kerak. World Cup stadionni ko'ryapman. U yerda 2002 yilda Janubiy Koreya va Yaponiya bu ikkita mamlakat ular bir xil bilan Janubiy Koreya Yaponiya bilan 2002 yilda World Cup degan futbol kontestini qildi va bu stadion 2002 yilda foydalangan World Cupda foydalangan stadion, futbol stadioni va hozir ham Gwangju FC degan futbol o'yinchilar buni foydalanishini bilaman. Yaxshi. Ertaga bugun ishlagandan keyin bugun yana bir marta parhez qilmoqchiman. Bir haftada ko'p ishlagani, men parhez qilmadim. Ko'p ishlagani 18 soat, 17 soat yarim ishlagani, ko'p yeyib mashq qilmasdan men parhez qilmadim. Lekin ertaga men Görüntü firmasiga ishlamayman. Faqat jumagacha, o'tgan jumagacha men ishladim va yugurishim kerak. Ertaga keyingi dushanbada ish boshlamayman bu firmasida. Shuning uchun men yana bir marta parhez qilmoqchiman. Ko'p piyoda yurib uydan mini marketga ketganda 45 minut kerak va mini marketdan uyimga qaytganda ham 45 minut kerak. Uyga qaytganda savzavodxonaga ketib qaytganda 40 minut yoki 1 soat kerak piyoda yurganda. Unda men marketga ketib uyga qaytganda 1 soat piyoda yurishim kerak. 2 soat piyoda yurishim kerak. 2 soat 8 kilometr piyoda yurish kerak va
uyga qaytgandan keyin ko'p 30 minut mashq qilib uxlab o'qishman, dush qabul qilib uxlab o'qishman va minimarketda ishlaganda masalan nonushta qilsam, tushlik qilsam, kechki ovqat qilsam, hammasi taomida kaloriysiz bo'lgan, semizsiz bo'ladigan taomlarni yemoqchiman. Masalan, tovuqlar, sabzavotlar, ko'p so'zlar ham ichmoqchiman. Ularni qilmoqchiman. Men Jeju orolida qaytgandan keyin 2 hafta parhez qilib 3 kilogramm semizsiz bo'ldim. Lekin bir hafta ko'p ishlab parhez qilmasdan yana bir marta 2 kilometr semizroq bo'ldi. 2 kilogramm semizroq bo'ladi. Shuning uchun uzog'im yana bir marta og'riyapti va ko'p ishlaganda belim ham juda ko'p og'riyapti. Shuning uchun men parhez qilishim kerak. Og'rimaganni parhez qilmoqchiman. Parhez qilishim kerak. Men buni qilmoqchiman. Yaxshi, rahmat.